Qadriyatlar tarbiya ibtidosi. Uchqo'rg'on tumanidagi 12-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan Navro'z bayrami ana shunday mazmunni aks ettirdi. Bolajonlar ijro etgan namoyishlar Sharqning 3000 yillik qadriyati sanalmish Navro'z shodiyonalarini tarannum etdi. Shuningdek, bu bayram yangi O'zbekiston hayotining ajralmas bir qismi ekanligini yana bir karra ifodaladi. Tashkilot direktori bu haqida fikrlarini shunday ifodaladi. Bobo dehqon dalasiga, bog'bon bobo bog'iga yuguradigan onlar. Bir so'z bilan aytganda, bu ko'hna bayram bobolarimizdan qolgan, avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan azaliy qadriyat. Bu kabi azaliy udum va qadriyatlarimizning bog'cha hayotida nishonlash shuning uchun ham ahamiyatliki, bolajonlarimizning o'z qadriyatlarini bilishlari, o'rganishlari, milliy ruhda kamol topishlari kerak. Bugungi tadbirimiz oldiga qo'yilgan eng katta maqsad ham mana shu. Darhaqiqat, O'zbekiston mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi. Bunda fikr, milliy va umumiy insoniy qadriyatlar tarbiyasi xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslanadi. Demak, bunday maqsad ro'yobi uchun hamma mas'ul. Ayniqsa, bola kamolotida ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, hatto mahalla va mahalladagi nuroniy ziyoli ham. Shuning uchun ham yurti bo'ylab keng nishonlanayotgan Navro'z hamma davralar qatori kichkintoylar huzurida yanada zavqli kechmoqda. Ayni kunlarda tumanimizdagi jami 215 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Navro'z ayyomi keng nishonlanmoqda. Ayniqsa, davlat tasarrufidagi 48 ta tashkilotga qamrab olingan 8833 nafar tarbiyalanuvchi o'rtasida bahoriy ayyomning bor tarovati aks ettirilgan milliy bayramlar ularni milliy an'analarimizni chuqur egallashlariga xizmat qilmoqda. Mana bugun ko'rib guvohi bo'lganimizdek, tumanimizning Istiqbol mahallasida joylashgan 12-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan Navro'z bayrami mazmun mohiyati bilan milliyligimiz tarannum etdi. Shu bilan birga bayram ishtirokchilari bo'lgan tarbiyalanuvchilarning zukko, bilimdon, buyuk ajdodlarning munosib vorisi ekanliklarini ifoda etishdi. Tadbir so'ngida faol ishtirokchi kichkintoylar va ularning tarbiyachilari munosib taqdirlanishdi. Saidolam Abdurahmonov, Akbarjon Mansurov, Farruh Barotov, Farxonda Mandonova viloyat maktabgacha va maktab ta'limi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.